farzandimni men o'zim davoladim. Hozir oddiy bolalar qatori yugurib, o'ynab turibdi mani bolam. DTPdan chiqdi. Assalomu alaykum hammaga. Men bugun SBJK klinikasiga kelgandim. Nazokat opamni ko'rib qoldim. Keyin bu yerda nazokat opamni ko'rib ham xursand bo'ldim. Ilkada shogirdlikka o'qiganimdan juda ham xursandman. Chunki ulardan o'qib ham bolam yurib ketdi, ham o'zimga hunar bo'ldi. Keyin bilmayman, juda ham katta minnatdorman hech narsa deya olmayman. Kelganimda juda ham tushkun ahvolda edim, chunki bolam DTP edi. Umuman yurmasdi, oyog'ini bosmasdi даже. Keyin nazokat opamda o'qidim, juda ham kuchli bilim berdilar bizga. DTP diagnozli bolasi bor onalarga tavsiyam, o'zinglar uchun o'qishinglarni tavsiya qilaman nazokat opam kursida. Keyin o'zinglarga ham hunar bo'lib qoladi. Bir umrga bunaqa bolalardan o'zinglar rezultat olganinglar sari juda ham xursand bo'lib ketasizlar.